Assalomu alaykum Ramiz O'z kanalining obunachilari. Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi sanamiz 6-yanvar 2026-yil. Ba'zi bir videolarda 2025 deyoryapmiz. To'g'ri tushunasizlar, hurmatli obunachilar, 25 ga o'rganib qolganmiz. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyati Nurafshon Abdullohkamiz xonadonidan har doimgidek ideallari, jaydarini, mo'shnilari, so'shnilarini videosini chiqaramiz. Like bosishni unutmanglar. Hurmatli obunachilar, videolarimiz sizlar uchun kimga ma'qul kelsa pastda ko'rsatilgan raqamlar bilan bog'lanib, telefon qilib savdolashib olib qolinglar. Xudo xolisa 2026-yil Abdulloh akamizdan lekin tarifga tilojiz zo'rlarini har doimgidek bugun chiqaramiz. Oxirmi? Assalomu alaykum obunachilar. Charchamadingmi? Sizga charchamadingizmi? Yaxshi kelib qoldingizmi? Rahmat. Yaxshimi aka? Ha, sekin. Xolisi mana bugun ishlar boshlab oldik aka, haftaning birinchi kunida. Aha. Haftaning birinchi kunida ishlar boshlab oldik Ramiz aka. Aha. Bugun udarlar kelgan Ramiz aka, o'zgachalar. Voy bo. Bir-biridan chiroyli bo'lganlar. Bu O'zbekistondan kelganlarmi? Shunaqa aka. Yo, Rossiyadan kelganlar. O'zimizga ular. Mana buni qaranglar. Qayerdan bugun? Mana buni qaranglar. Nima bu? Akalar, nima bu? Ana biz tipkagami chiqadigan buqalar-ku bular. Agar bularni cho'miltirib, shampun qilib, Yo'q. shampun qilib ana qolib chiqsa bor-ku, xuddi o'shanaqa bo'ladi-da bu qarang. Mana qarang. Dahshat lekin. Mol ko'p, seroq aka. Nechta bugun? Bu 16 ta. Bo'pti, Abdulloh, davom etamiz. Ha, bugun aybga buyurmaysizlar, hurmatli obunachilar. Mikrofonimiz ishlamay qolibdi. O'shancha Abdulloh akamizdan shaxsan o'zidan har doimgidek faqat yonimda turib gapirsang, odamlarga yaxshiroq ishlar. Nechta Abdulloh? Ramiz aka bugun 16 ta aka. Aha. 16 bosh. Aha. Hali aka boshlasini kutib turibdi aka bizda. To'ppa 6 bosh zo'ri kutib turibdi narada smedallar. Aha. Bugun 16 ta, 6 ta bor alohida. Yoshlari nechta? Mana shunaqa maydalar. Maydalari bir 8 ta chiqadi aka. 8 ta? 8 bosh mayda. Aha. Qo'ying hammasi katta. Qo'lingdagi ko'pchilik oshiq bo'ldi. Necha pul qilib beramiz? Bitta ko'rsatib ollar hozir. Aha. Bugungi shogirdlar yo'q. O'zimiz. Cho'jon. Voy bu. Davom etamiz, hurmatli obunachilar. Qaranglar molni. Jonivor. Necha oylik berasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar akalar molga. Jonivor. Yomon dahshat Abdulloh. Abduga. Aha. Aytaman, zo'ri bor. Aha. Tarqiyami? Aha. 18 million savdosi bor Ramzaga. 18 million kam bor-a? Kabi bor, savdosi bor. Gap bo'lishi. Molni qaranglar. Kim aytaman, xuddi shunaqasi ham bor Ramzaga. 15 millionga ham bor. Bor-a? Bor. Lekin aytaman, har doim molni solishtirmasin. Aha. Molni 15 lik ham bor, 14 lik ham bor. Bu patrol. to'ppa-to'g'ri. Sifatiga. Yech ishlasin uka. Yech. Mana. Ukalari akalar. Akalarni ukalari degan joylari mana shu bo'ladi. Bularni necha puldan qilib beramiz? Bir joyga olishdan Aha. 30 million savdosi bor Ramzaga bular. 30 million savdo. Savdosi bor, 30 kami bor. Gap bo'lishi. Ha. Mana akalar. Ikkita mayda nima deyapti, katta nima deyapti akalar? Voy. Maydalarini necha puldan qilib beramiz? Ramzaga bir joyda olishda 15 ta kami bor. 15 dan kam bor. 15 ta savdosi bor. Bir joyga bo'lsa 45 millionga ketyaptimi? Yo'q. Ha. 48. Bir joyda olishda 47 million Ramzaga. 47 million. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana lekin haqiqiy kelajagi bor buqalar akalar mana. Jonivorlarni qarang. Bu ana 6 litr, 7 litrlik sigirlamasda, to'g'rimi onalar? Ko'rib turibsiz mollarni hali. Mana jonivorlar bolani ham zo'r bergan, onani ham sutini emganda bular. Davom etamiz. Xudo xolasa like-larni bosib kuzataveringlar. Bu hali holvasi deya olamizmi, deya olmaymiz? Bo'ldi. Zo'rlari bor. Bo'ldi, davom etamiz. Tasvirlarda ko'rib turgan buqalarni qaranglar akalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta, 15 ta ekan haqiqatan ham Abdulloh. Qatdan topaman men bunaqalarni desam. Ha, jonivor molni qarang, jonivorda. Necha pul Abdulloh, shuni pulini ayt sirazi. Ikkitasini yonida bular. Yonida yo'q. Aha. O'ziga. Qattiq gapiraver. Bir joyga olishsa Ramzaga 18 yarimda savdosi bor yana. Bu keladi. Bu bilan buni. Buni 18,5 dan. Buni belni olib qo'ying aka.
Mana 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 mana. Mana akalar. Jonivorni qaranglar, chiroyliligini. Davraga olsin. Mana. Saqlagan. Bu hozirgi ikkinchisi вообще kuchli narsa lekin mana qaranglar. Voy jonivor. Yurdi. Cho jonivor. Mana. 18,5 dan. 18,5 dan savdasi bor Ramzaga. Bitta o'zini olaman deganlargacha. 18,5 ketdi. 18,5 dan. Savdasi ham bor. O'shanaqa ekan. Mana Buni narx o'zgarish yo'q onalar. qaysi birini tanladingiz aka? Ko'ravering. Bularsi buzoq hali. Mana bu sal pastroq ekan. Mana bu sal balandroq ekan. Balandrog'ini tanlavering aka. Agar bu oldidan kelsangiz ham o'zingiz ikkilanib qolasiz lekin. Mana. Jonivorlarni qaranglar. Maza qilib boqadiganlar-ku. Va jonivor. Mana. Uchalasini bir joyga deysan. Yo'q, Bunisi arzonmi? bunisi arzonroq-da. Necha pul qilib beramiz? O'zini olishdami? Aha. 17 Ramzaga. 17 million so'm. Oyog'idagi dog'iga, necha buni oyog'idagi dog'iga. Jonivorlar, krasavchiklar, gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, mana. Mana chorvaqatda qiziqishga, ishqibozchilikka tashlab qo'yasiz. Qo'yib yubor arqonni. Mana. Molni qaranglar, o'zi turib beryapti kameraga. Ha, jonivor, mana. Mazza qilasizda buni. Necha pul deding o'ziga? 17 bo'lsa ketdi Ramzaga. 17 bo'lsa, mana jonivor. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, bozordagi bormayapman, eshitishim bo'yicha narx-navo shunaqa uchib ketyapti ekan. Lekin Abdulloh akamiz xonadonida sifatli molni 20 million deyotgani yo'q. 17, 18. Eng qimmat moling necha pul bugun? 18. Eng qimmati? Eng arzoni 11. 11. 11 ga ham mol bor. 11 ga ham bu ko'chaga. Gap bo'lishi mumkin. Bo'ldi, boylavering. Jangga berib qo'y, bu yoqda og'iz aka aytib ketaveramiz. Hozir videomiz cho'zilib ketadi bo'lmasa. Ramzaga Aha. 4 dan bir joyda aytamiz. Aha. Ko'rsatamiz mollarni yaxshimi? Mana. Voy jonivorlar. Mana akalar mollarni ko'ringlar. Mana shu hozirgi 17-18 chiqargan mollarni akalar 2 oy, 3 oy oldingi variantlari. Bu sifat gapirib turibdi o'zi. Mana bittasi kibrit to'qol. Mana. Unisi zavodskiy to'qol. Zavodskiy mana bunisi. Ha, unisi mana. Aha. Bir joyda olsa Ramzaga 16,5 yo'q. Aha. 16 milliondan ketdi. Gap bo'lishi mumkin. Yasha uka. 16 million so'mdan Azina savdosi bor. gap bo'lishi mumkin. Mana. Dastlabkilar nima bo'lyapti? Kelishilgan holda. Dastlabida momo yo'q. Bo'l. Lekin kelishilgan holda. Oqqo'rg'onlarga ham olib borib beryapmiz, to'g'rimi? Bo'l. Oqqo'rg'on Bo'ka aloqa chiqib 16 million so'mdan qo'yib yubordi. Mana bunaqa boq-boqalarni. Bugun pulingiz yetmayaptimi aka? Keyingi videomizga tayyorgarlik turing. Mana shunaqalarni olib kelgin Abdulloh endi. Bunaqalar bilasiz, uzilmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mollar chiroyli, juda ham o'ta go'zal. Xo'p, akalar puli yengilroq, dehqonbob, xalqbob, arzonroqlari ham bor bizada. Abdulloh akamizda, xudo xolasa, faqat mana bunaqa qimmatlarni olib kelsa bo'ladi. Yo'q, xalq uchun, to'g'rimi? Kel yonimga. Qara. Abi. Necha pul buning? Bir joyda olsa 13,5 dan xayri bor. Ikkitani? 2tani. 13,5 dan. Bu yog'ing. 11 dan 4 tasi bir joyda Ramzaga bugun. Oh, malades, 11 milliondan akalar. Mana. Ichidagi 12 lik ham bor-da. Aha. 4 dan bir joyga 11 milliondan ketaveradi. Tanlab olishga o'zgaramiz, a? Yo'q, bittasi mana bunisi 12. Aha, qolganlari 11 dan ketaveradi. Mana sizlarga mollar akalar, mana sizlarga narx-navo. Toshkent viloyati Abdulloh akamiz xonadonidan ushbu narx-navoni kutib qolishingiz mumkin. Hammanglarga omad, charchamanglar. Ko'rsam, xudo xolasa zo'rlari bor. Ha, bugun video boshi boshqacha bo'ladi mana. Like bosmaydigan akalarimiz ham bosib yuboradi bugun. Belidagi dog'ni qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Aloqaga chiqarasizlar. To'liq videosi xudo xolasa YouTube'ga joyladik. Mana parchalarni Instagram kanalimga o'tib ko'rishingiz mumkin.